Salom, bugun sizlar bilan biz mana shu Granny o'yinini yangi versiyasi Halloween versiyasini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu o'yinni albatta easy'da o'ynaymiz, chunki hali bu yangiligini sabab hali ko'p narsaga tushunmasligim mumkin. Shuning uchun easy'da o'ynab ko'ramiz. Albatta video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak do'stlar. Yani shiltacha o'rnidan turyapti. Mana bu oq narsaga e'tibor bermaymiz. Что-то screen record etdim, yo'qotolmayapman. Xo'sh, yarkini ozgina ko'taraylik-da. Xullas, bu shiltacha purti bor buni. Tinch yurmaydi bu. Tinch yurmaganligi uchun shu yerda. Xo'sh, aslida bu shiltacha qo'li qichib-pishishiga kiradi-da. Hozir keyin aytib beraman hozir. Ovozi pastda menga. Yolloy. Kim kuldi? Ye. Qoch. Loy mamtaga kiro. Kirloy. O'ldirmaydimi bu? Yalloy. O'ldirmaydi ekan. Bu skelet. Skeletni nimaga qo'shgan ekan? Xo'sh. Короче, buni olib borib avtomatga qo'yishimiz kerak. Xullas, buni olib borib qo'yamiz hozir. Mana eshikni ochib, pastda bu avtomatni yig'adigan joy bor. Loy. Bu shiltacha shiltacha kelyapti menimcha. Shiltacha menimcha. E'tibor bermaymiz, chalg'imaymiz, daraxt ekamiz. Bu yerga svicha qo'yish kerak, mana bu yerga knishka qo'yish kerak, bu yerga akkumulyator qo'ysak bo'ldi. Shu bilan mashincha tayyor bo'ladi. Xo'sh. Mana ichkariga kiryapti. Xo'sh. Mana bu yerda yozilgan. Xo'sh. Mana bu yerda yozilgan. This is my bu mening 5-kunim. This is my 5th. Короче, bu meni mana shu uydagi 5-kunim. Men bu yerdan qocha olmadim deganmi, bilmadim. I am quite injured body heart. Menda dikti jarohatlarim bor. Take only things remember before you walk. Короче, shuda. Men bir remote kontrol ham kerak bo'lib qoladi. Buni mana bunday qotamiz. Tepaga chiqamiz. O'zimiz. Hop, o'zingizlardan so'rasak, qanday bo'ladi? Mam kulyapti. Behaj. Ochishingmi? Ovqatga sovaraymi? Xo'p. Bu shiltacha o'zi sotuvchi bo'lgan. Men shuni uyiga narsa sotib kelganman. Granny'ning uyiga.